G'aroyib sayohat. Uyimiz juda ham yaxshi, top. Samovarimizni aytmaysan. Bunaqa samovarni hech qayerdan topib bo'lmaydi. Hech aqlim bovar qilmaydi. Ilgari uysiz, samovarsiz qanday yashagan ekanman, a? Sen juda baxtlisan, Tutti. Ko'rmagan joying yo'q. Men bo'lsam hech qayerni ko'rmasdan uyda o'tirgan. Menga qara, Tutti. Biron yoqqa boraylik. Qaqqa. Nima uchun? Biron yoqqa. Uzoqlarga. Bilasanmi? Aytishlaricha, dalani narigi yog'ida, yam-yashil o'tloqning etagida, ko'k o'rmon ortida bitta tepalik bormish. O'sha tepalikka judayam chiqqim kelyapti. Qo'ysangchi, issiqni uyimizni tashlab, a? Bu yer judayam zax. Uni ustiga shamol. Yo'q. Derazani yop, top tashqari sovuq. Shamol deraza pardani yirtib olishi mumkin. Hayır. Bo'lmasa o'zim ketdim. Tezda qaytib kelaman. Yubormayman. Biror korxol bo'lib qolsa-chi. Voy, o'zim birga bormasam bo'lmaydi. Voy, xayr, meni tebratma stulim. Xayr. Voy, xayr, meni qadrdon samovarim. Bo'ldi. Shuncha uylarimiz yetar endi, ketdik. Ya. Darrova. Voy, mana bosilib turganlarning ko'm-ko'ligini qaragina, Tutti. Top etib tushib burningni qashqa qilsa bormi? O'zing ham ko'karib ketasan. Voy, naqadar chiroyli bulutlar. Miau. Hozir sharillab yomg'ir quyib yuborsa, qayoqqa bekilishingni bilmay qolasan, ha? Nimaga sen nuqul yomonlikni kutasan, Tutti? Atrofni go'zalligini nahot ko'rmayapsan? Yomg'ir. Ura! Bechora Tutti, nima qilib qo'ydim?
Nega ketamiz? Balki bitta hamta bizni kutib o'tirgandir. Tepalikka chiqishcha. O'sha tepalikka chiqishni bir umr orzu qilgandim. Bir umr? Kechir, men bilmagan ekanman. Olga top. To'chi, qayerdasan? Men hech nima ko'rmayapman. Shu yerdaman. Orzuing ushaldimi? O'rgildim seni orzuyingdan. Ogohlantirdim seni. Essiz shunday samovar. Atrofni go'zalligini qaragin. Yaxshilab qaragin, Tuti, naqadar chiroyli-ya. Nazarimda hozir uchib ketaman. Qayoqqa? Top. Aytdim senga. Shu tepalikka. Aytdim, shu tepalikka. Shu xosiyati yo'q tepalikka chiqmaylikdim. Sira qo'ymading. Voy jigarim, voy birodarimdan ayrilib qoldim. Voy, tirikmisan? Ura! Mana buni qaranglar, nima topdim. Bizni samovarimiz-ku. O'zimizni samovar. Qayoqqa ketib qoldilar? Kun bo'yi sizlarni qidiribman, kun bo'yi. Yaxshiyam men seni o'sha tepalikka chiqishga majbur qildim, Bo'lmasa shunday go'zallikdan bahra olmasdan bir joyda o'tiraverarding. Сценарий муаллифа Витензон, кинорежиссер Костылева, постановкачы Рассам Горбунова, композитор Кива, кинооператор Кардун. Komil Yormatov nomidagi o'zbek film kinostudiyasida dublyaj qilingan.